shekilli. Mana shu fari qaysi mashinaniki deb o'ylaysizlar? Osonroq bo'lish uchun sal bundoqroq qilaman. Bildinglarmi nima mashinaligini? Hamma menga o'xshab urus farazi deb o'yladinglar. Bang. Sores degan Xitoy yangi kirib kelgan brendi Su-6 modeli ekan. Vashshe jinni bo'lib qoldim buni ko'rib. Nima deyapti xitoyliklar? Bu urusi 3 ta A kopiyasi shakl. Vashshe bor-ku, jinni bo'lib qoladi u ko'rganda. Logotipni olib tashlasa urus deb o'ylaydi. Hozir men original urusni ham ko'rsataman. Voy. Yondan qaraganda bor-ku, vashshe urus bo'lyapti. To'g'risini hamsa. Men deyapti. Buna qarasa urus deb o'ylaydi, bor-ku. Keyin kadrda urus qo'shib o'raman. Hop, mana bu endi ikkinchi kadrda urus so'zi originali. Lekin xitoyliklar yomon qilib tashlayapti bor-ku. Kopiya past qilish bo'yicha vashshe chempion desa ham bo'ladi mana. Farali o'sha kopiya 3 ta kopiya qilishdi lekin. Urus originali mana shu bo'ladi. O'sha gap xitoyliklarni eplab bo'lmayapti.